Bu Ispaniya istalgan paytda o'yinni tezlatishi ham mumkin edi. Kuchi ko'p edi. Ispaniya terma jamoasi butunlay boshqacha o'yin ko'rsatdi va hattoki De La Fuente bu ayyor amaki Argentina terma jamoasining ham tuzog'iga ilinmagandek. Chunki 80-daqiqadan keyin men qo'rqinchli daqiqalar boshlanyapti dedim. Rostdan ham Argentina terma jamoasining barcha qahramonligi o'sha 80-daqiqalardan keyin yuzaga chiqayotgan edi. Ispaniya shunaqa o'yin qildiki, Ispaniya shunaqa o'yin taklif qildiki, o'sha paytda e'tibor berdim, Scaloni 3 ta himoyachini almashtirib bo'lgan edi. Ya'ni himoyaviy futbolchilarni 3 ta urinishda almashtirib bo'lgan edi. Ya'ni o'shanaqa Cabo Verde bilan, ayniqsa Misr terma jamoasi bilan va Shveysariya bilan emas, Shveysariyadan ko'ra Angliya terma jamoasini ayniqsa va bank qiladigan futbolchilarni tushiradigan paytda o'sha imkoniyatdan mahrum qilib bo'lgan edi. Juda bir ayyorlik bilan mag'lub etyapti hozir. Ya'ni deylik 60-daqiqalarda risk qilib Ispaniya gol urishga harakat qilsa, gol urmasmidi, urar deb o'ylayman. Bu Ispaniya istalgan paytda o'yinni tezlatishi ham mumkin edi. Kuchi ko'p edi. Bemalol yurdi. Va oxirigacha olib borganning asosiy sababi mana bu hamma hujumkor futbolchilarni haliga tushira olmaydigan holatga qoldi. Mana oxirida hech narsa qila olmadi. Lautaro Martinez maydonga tushmadi. Shu joygacha olib keldi Ispaniya Argentinani. Qo'l oyog'ini bog'ladi, mahkam bog'ladi. Keyin yaxshidan bir mush tushirdi. Boshda mush tushirganda hali qo'l oyog'i bog'lanmagan edi. Bog'lab turib urdi-da. Shunaqa darajada ataylab qilgan bo'lsa qoyil. Ko'p ehtimol ataylab emas, o'zi vaziyat taqozo qildi. Men Twitterda ham yozdim, Messi ketsa agar bu terma jamoaga hech kim muxlislik qilmaydi. Chunki bekorga juda ko'p futbolchi Atletico Madridda o'ynamaydi. Va bekorga Atletico Madridning ko'p futbolchisi Argentina terma jamoasiga jalb etilmagan. Diego Simeone ustozi. Diego Simeonening ham o'zida shunaqa futbol o'ynagan. Messi rostdan ham botqoqda o'sgan nilufar gul.